Taharet ilish oldida o'qiladigan zikr. Bismillah. Allohning ismi bilan boshlayman. Abu Davud, Ibn Majah, Ahmad rivoyati. Hojatxonaga kirganda o'qiladigan duo. Bismillah. Allohumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allohning ismi bilan kiraman. Ey Allah, haqiqatan men kishi shaytonlardan sana sığınaman. Muttafaqun alayh. Hojatxonadan chiqqanda o'qiladigan duo. G'ufronaka. Mag'firatingni tilayman. Taharet elib bo'lgandan keyin o'qiladigan zikr. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Allah'tan başka hiç ilah barhaq yoktur. O yekki yeganidir. Onun şirki yoktur. Muhammed aleyhisselam o zatның bendisi ve elçisidir deb guvahlık berimen. Müslim rivayeti.